Sizlar bilan yana web developer. Anchadan buyon hech qanaqa video olmagandim, hech qanaqa yangilik chiqarmagandim. Mana bugun sizlar uchun yangilik ko'rsatmoqchiman. Ya'ni o'zimni Telegram botimni yaqinda yozib chiqdim kodini. A, Bu qanaqa bot desanglar, quiz bot, ya'ni savol-javob bot, faqat oddiy emas, ichida har xil игровой rejimlari bor. Kelinglar botni o'zini bitta ko'rib chiqamiz. Hop, botni o'zi mana bitta start bosib olamiz. Qaranglar, mana qarab menyu kutib oladi sizlarni startdan keyin. Ya'ni birinchisiga kirib ko'ramiz. Kelinglar, birinchi rejimiga. Viktorina, oddiy savol-javob menyusi. Ya'ni mana sizlarga har xil rejimlarni taklif qilyapti, kategoriyalarni. Shu kategoriyadan o'zinglarga qiziq bo'lganini tanlaysizlar. Mana misol uchun men matematikani tanlayman. Menga bitta matematikadan savol beryapti. Savolimiz rus tilida va ingliz tilida bo'ladi. O'zbek tilini ham qo'shsa bo'ladi. Olmos yog'ini. Qaysi son tashlab ketilgandi o'tdi? Kelinglar, 8. Ha, to'g'ri dedi. 8 to'g'ri dedi. Kelinglar, endi keyingisiga o'tamiz. Marafon. Bu ham xuddi shu viktorinada, ya'ni faqat bitta savol bermaydi-da, ketma-ket 10 ta, 5 ta o'zinglar nechta kiritsanglar shuncha savol beradi. Bitta xohlasanglar randomli savol beradi. Mana shu tepaga ko'rsatilgan, mana misol uchun mana bu yerda ko'rsatilgan kategoriyalardan randomli savol beradi. Или o'zinglar tanlaysizlar. Misol uchun matematika tanlaysizlar. Matematika tanlayman. Bas qilamiz. Mana do'stlar, marafon 5 ta savol o'tdi matematikadan. Biz soddalashtiring deb 0 bo'ladi. To'g'ri deb hisobladi. Endi uni qabul qilmaymiz. Keyingi vkladkalarni ko'ramiz. Mana qilib javob chiqarib beryapti. Start qilib RPG bitva. Bu bizani bosslarimiz, ya'ni bu botda har xil bosslar bilan urushasizlar. Ya'ni qanaqa bo'ladi bu? Birinchi bossni tanlaymiz. Bu boss joni, bu sizlarni joninglar. Hop, sizlarga 5 ta savol beradi. 20 sekund vaqt beradi. Sizlar shu 20 sekund vaqt ichida har bitta savolga to'g'ri javob berishinglar kerak. Har bitta savol to'g'ri javob bersanglar, bossni joni ketadi. Noto'g'ri javob bersanglar, sizlarni joninglar ketadi. Hop, buni tushundinglar deb o'ylayman. Keyingisi bitta start bosa olinglar. Hop, kuznets, ya'ni shu bosslar bilan urushasizlar. Bosslarni yutsanglar, sizlarga har xil narsalar beradi. Qilichlar, ruda, pudalar, shunaqa narsalar beradi. Shu narsalarni kirib, sizlar kuznetsda ulishni qilib olsanglar bo'ladi. NFT podarki, bu bir-biringlarga har xil sovg'alar yuborsanglar bo'ladi. Ya'ni botni foydalanuvchilar bir-biriga har xil sovg'alar yuboradi. Profil, bu sizlarni profilinglar. O'zinglar ko'rib olasizlar, qiziq bo'lsa. Magazin, bu botimizni magazini. Bu boss bilan o'tmoqchi bo'lsanglar, kerakli narsalar. Zilya lecheniya, bu joninglarni to'ldirish uchun shit olishinglar mumkin, shar olishinglar mumkin, shunaqa narsalar. Keyin podarik, bu ham sovg'alar har xil bir-biringlarga. Balans, достижение, bu mana shu hamma narsani bajarib chiqsanglar, misol uchun первый шаг. Ответьте на один вопрос o'tdi. Savolga to'g'ri javob bering deb o'tdi. O'qiganmiz. Shular hammasini bajarsanglar, bu sizlarni levelinglar oshadi. Поддержка, bu botda qanaqa ishlatish mumkin, shu yozib chiqilgan va adminni Telegram yuzeri ko'rsatilgan. Kelinglar, endi qizig'iga o'tamiz. Admin panelimizni ko'ramiz. Admin panelda biz yangi savol qo'shishimiz mumkin. Bu kimga bo'lsa, kim ishlatmoqchi bo'lsa, rivojlantirmoqchi bo'lsa, juda ham kerakli отделimiz. Hop, spисок вопросов, bu savollarni ko'rsatadi. Savollar borligini. Так. Statistika, bu bizani botda nechta пользователь bor, bazada nechta savol bor, nechta savolga to'g'ri javob berilgan, shu narsalarni ko'rsatadi va shunaqa narsalarni ko'rsatadi. Top игроки, bu bizani botda top игрок. Hop, administrator, bu adminlar.
Sizlar yangi admin qo'shishinglar mumkin, illo bironta adminni tashlashinglar mumkin. Shunaqa. Rassılka bu botda foydalanuvchilarga yangi xabar yuborish. Barcha foydalanuvchilarga yangi xabar yuborish. Komplimenti bu sizlarga kerak emasligini deb o'ylayman. U ya'ni siz agar savollarga to'g'ri bersanglar, javob bersanglar, a, mana shunaqa сообщениyalar yuboradi bot. Xo'p, qayerdan bu botni skачать qilib olishinglar mumkin kodini. Biz yangi Telegram kanal ochganmiz. Mana shu Telegram kanal videoni opsiyasida ham bo'ladi. Bu ссылка. Shu kanalga o'tib, botda mana kodini tashlab olsanglar bo'ladi. Bu kanalda yana boshqa kodlar, yangi kodlarni ham publikovать qilamiz. Yangiliklar qilib turamiz bundan buyog'iga. Поддержка qilib tursanglar bo'ldi. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa layk bosib o'tib ketinglar.